Bizning 9-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning har tomonlama yetuk va sog'lom rivojlanishi uchun qulayliklar mavjud bo'lib, ayniqsa bolalarning bilish jarayonlari, ya'ni nutq, tafakkur, xotira, diqqat va sensor tuyg'ularini rivojlantirishimiz uchun shart-sharoitlar mavjud. Qum hamda suv terapiyasi bu psixologik muolaja va ijodiy rivojlanish usuli bo'lib, bolalarda stress va xavotirni kamaytirish, ijodkorlik va fantaziyani, nutq va tafakkurni rivojlantirishda, o'z his-tuyg'ularini ifodalashga yordam beruvchi usullardan biri hisoblanadi. Sensor qutilar bu bolalarning sezgi organlarini rivojlantirish uchun turli materiallar bilan to'ldirilgan o'yin qutilari. Ular bolalarning teginish, ko'rish, eshitish, hid bilish va hatto ta'm bilish sezgilari orqali dunyoni o'rganishiga yordam beradi. Bolalar sensor qutilar ostidan kerakli predmetlarni izlashi va topgan narsalari asosida hikoya to'qib aytishlari mumkin. Neyro o'yinlar bu bolalar va kattalar uchun aqliy va jismoniy rivojlanishni ta'minlaydigan interaktiv o'yinlardir. Ular asosan miya faoliyatini, xotirani, diqqatni, ijodiy tafakkurni va motor harakatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Neyro o'yinlar ko'pincha sensorik, kognitiv va motorik ko'nikmalarni yaxshilashga yordam beradi. Barmoq teatri bu qo'llarning barmoqlari orqali hikoya qilinadigan kichik ertak bo'lib, bolalarning mayda motorikasi, tasavvuri va nutqini rivojlantirishga yordam beradi. Syujetli rolli o'yinlar bu bolalar yoki kattalar muayyan mavzuga asoslangan hikoyalar jarayonida rollarni bajaradigan o'yin bo'lib, ular tasavvur, muloqot va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Agar bu o'yinlarga mnemotexnika usullarini qo'shsak, eslab qolish jarayoni yanada samarali va qiziqarli bo'ladi. So'zli o'yinlar. Bunday o'yinlar bolalar uchun nafaqat qiziqarli, balki ular o'z nutqini yaxshilashga va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga, so'z boyligini oshirishga yordam beradigan o'yinlardan biri hisoblanadi.